Hammaga salom. Orient Academy'da keyingi IELTS 7 natijasi sohibasi Sadoqatxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. IELTSni 7 bilan tabriklaymiz. Taassurotlar qanaqa endi? Rahmat. Zo'r xursandman. Birinchi urinishda 7 olishga muvaffaq bo'ldim. Qaysi ustozda o'qigansiz va ustozingizni eng kuchli jihatlarini aytib bera olasizmi? Mr. Oybekda o'qiganman. Ularning kuchli jihatlari hamma bilan individualni ishla olishlari. Ko'p o'quv markazlariga ham borib ko'rganman. Ularda yo'q, gruppa bilan o'tib ketadilar. Juda ham talabchanlar. Uyga vazifalarni doim joy-joyida tekshirib oladilar. Bittama-bitta hech qayerda yana ko'rmaganim esselarni har doim o'zlari bittalab tekshiradilar. Boshqa hech qaysi ustozda ko'rmaganman. Shu taraflari yoqqan menga. IELTSda qaysi skill sizga eng qiyin bo'lgan? Menga eng qiyini reading va speaking bo'lgan. Speakingga Oybek juda katta yordam berdilar, chunki bularga kelmasimdan oldin qo'rqardim yoki uyalardim gapirishga ingliz tilida. Bular har doim individualni speaking qilib, o'zlari feedback berib, ko'tarishga yordam berdilar. IELTS topshirmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat bera olasiz? Ularga doimiy shug'ullanishni maslahat beraman. Maqsad qo'yib, o'sha maqsad sari tinmay harakat qilishi va o'quvchilarga Orient Academy'ga kelib tayyorlanishlarini tavsiya qilaman, chunki bu yoqda hamyonbop narxlar va kuchli tajribali ustozlar dars o'tishadi. Kelajakdagi ishlaringizga muvaffaqiyat tilab qolaman.